Assalomu alaykum. Siz yaxshimi? Alaykum assalom. O'zing yaxshimisan? Joni zamonmi? Uychilar tinchmi? Ha, durust. O'zing qanday? Allohga shukr, Allohga shukr. Qani tug'ilgan kunda egasi? Ha, hozir. Ovozi ham ancha pastmi deyman, bilmayman. Ko'taring ovozini. Ovozi ko'tasan ham baland bo'lmaydi-ku. Men baqirib gapiryapman-ku. Ha, mana. Assalomu alaykum. Assalom. Qanday, yaxshimisan? Siz yaxshimi? Joni zamonmi? Uychilar tinchmi? Qimlab turibsizmi? Sog'ligingiz yaxshimi? Uylar tinchmi? Ham yaxshimi bari? Allohga shukr, Allohga shukr. O'zingiz yaxshimi? Shukr. O'zingiz durustmi? Tinchmi? Tug'ilgan kunlar muborak bo'lsin. Ha, rahmat. Tavallud ayyomlar muborak bo'lsin. Payg'ambar yoshlar muborak bo'lsin. 63 bahora? Rahmat olim. Yo'qlaganing uchun rahmat. Rahmat. 63 yoshmi? Rahmat. 63. Mashalloh, ko'z tegmasin. Payg'ambar yoshlari muborak bo'lsin. Mana shu bu yil 63 yoshni qarshi olmoqda ekansiz. Niyat qilamiz, duo qilamiz. Xudo xohlasa, inshaalloh 70 yoshdan yetaklashib, 80 yosh bilan sakrashib, 90 yosh bilan to'qnashib, 100 yoshlarga kirib yurganingizda mana shunday video vizitdan chiroyli telefon qilib tabriklash nasibi ro'z aylasin. Rahmat olim, rahmat. Bitta bir jondan aziz suygan o'g'lingiz bor ekanda, kenjatoy, mehribon o'g'lingiz bor ekan. O'sha inson iltimos qilishdi. Telefon qilib, tabriknoma loyihasi nomidan, o'zim nomimdan qolaversa, o'sha inson nomidan chiroyli tabriklarni yetkazishdi. Zuhurdin yaqin do'stimiz, jigarbandimiz xizmat safarlarida chiroyli niyatlarni, tabriklarni yetkazishni niyat qildi onajonim. Rahmat. Zuhriddin sizni jondan ortiq yaxshi ko'rar ekan, dunyolarcha yaxshi ko'rar ekan. Mana shu do'stimiz baxtiga hamisha sog' salomat bo'ling. Do'stimiz baxtiga hamisha duogo'y onajonisi bo'ling. U yurakdagi ba'zi so'zlarni onajonimga ayta olmayman, siz orqali yetkazaylik deyishdi. Hamisha sizni yaxshi ko'rar ekan. Gohida sizni bilib, bildirmay ranjitsa ham, lekin yuragida sizga bo'lgan mehrlarni hamisha siz tomon ifoda etib turar ekan. Rahmat olim, rahmat. Maylimi, sizga siz uchun atab internet tarmoqlaridan chiroyli to'rqator she'riy satr topib o'qib bersam. Bir ajoyib she'riy satr topib, mening onam eng go'zal ona degan bir chiroyli she'riy satrlarni o'qib berar ekanman. Eng go'zal dunyoda bu mening onam. Mehribon padarim, juft halolim, men uchun benuqson yaralgan xalqam, qadrini bilgan mehribon onam degan chiroyli she'riy satrni maxsus siz uchun internet tarmog'idan izlab topibdi. Ro'mollari boshlarida, qalin o'sma qoshlarida, yashar aziz 63 yoshlarida, onajonim, jonim onam. Uyimizning fayzi o'zi, dardga davo aytar so'zi, bizni ko'rib quvunar ko'zi, onajonim, jonim onam. Malikasiz taxtimizga shiddat qo'shib shaxtimizga, omon bo'ling baxtimizga, onajonim, jonim onam. Farishtadek nurlar sochib, duo qilar qo'lin ochib, siz bor tashvish ketar qochib, onajonim, jonim onam. Qarang farzandingizni mehribonligini, juda ham chiroyli so'zlar, chiroyli she'rlar bilan sizga o'z muhabbatini, o'z mehrini ifodalabdi. Mana shu Zuhriddin do'stim baxtiga hamisha sog' salomat bo'ling. O'sha Zuhriddin do'stimiz iltimos qilishdi, ozgina ko'nglingizni bayramona ko'tardikmi? Ozgina xursand bo'ldingizmi? Yashang, ko'z tegmasin. Yashang, ko'z tegmasin. Men ham endi sizga to'rqator she'r aytib beraman, maylimi? Onasi bor odamning bu dunyoda g'ami yo'q. Armon netar tashvishlar hech kimsadan kami yo'q. Bolam san ye, mani qornim to'q degan so'zlarini eslab bugun ko'zlarimdan nam, yolg'on ekan bu so'zlar, meni o'ylarkan onam. Ustingga ko'rpani yop, isib ketyapman bolam, lekin sovuqdan dir qaltirasa ham meni o'ylarkan onam. Mana shunday hamisha farzandlarni o'ylaydigan onajonlarimiz bizni baxtimizga hamisha sog' salomat bo'linglar. Farzandlar, yaqinlar, jigarlar baxtiga hamisha sog' salomat bo'ling. Xonadoningizni hamisha mana shunday duogo'y onajonisi bo'lib yurish nasibi ro'z aylasin. Onajon, navoda yaxshi tilaklar, niyatlar Zuhriddin do'stimga bo'lsa, bemalol aytaverasiz, men yetkazib qo'yaman. Mayli, rahmat olim. Mayli, mana xizmatini bajarib yurgan telefoni so'zchisi.
Aman esa bitirib kelsin. Bollari ko'p bo'lsin. Qo'shqanima qo'sha qarisin. Telefoni so'q bo'lsin. Nima niyat bo'lmasa niyatiga yetsin. Jigarlariga mehribon bo'lsin. Seni ham telefoning so'q bo'lsin. Shu yoqlarga yetkazgan umring uzoq bo'lsin. Qo'shqanima qo'sha qari. Allohning dorisi havasini teng ko'ringlar. Rahmat onajonim, rahmat. Hech qachon g'amlar eshik uyingizda hech qachon qoqib kelmas. Bugun quvonch ko'z yoshlari ko'zingizdan halqib chiqmoqda. Har doim mana shunday quvonch ko'z yoshlari yuzlaringizni to'ldirtirsin. Onajonim, sog' va salomat bo'ling. Kelasi yil Xudo xohlasa mana shunday go'zal kunlarda uchrashish nasib ro'z aylasin. Onam desam zabonlarim ketgay jo'shib, o'z rizqini bizlar uchun bergay qo'shib. To'ylar qilib yelkasidan tog'lar tushib, onam bordir mening aziz shunday ulug'. Onajonim 63 yoshingiz bo'lsin qulluq. Farzandlar va jigarlarga bergan non tuzingizga rozi bo'ling. Oilangiz podshosi farzandlar uchun qozi bo'ling. Niyat qildim kelasi yil mana shu paytlarda hoji ona bo'ling. Onajonim 63 yoshingiz muborak bo'lsin. Onajonim yana bir karra tug'ilgan kunlar tavalluddan muborak bo'lsin. Tug'ilgan kunni cho'tki o'tkazasiz. Ozgina qalbingizga bayramona kayfiyat ulashgan bo'lsak, biz ijodkorlar Muhammad boshlovchi qolaversa mana shu tabriknoma loyihasi ijodkorlari o'zimizni juda ham baxtiyor his aylaymiz. Sog' va salomat bo'ling. Ozgina vaqtingizni oldik, uzrlarimizni so'raymiz. Rahmat. Xo'p, sog' bo'linglar. Xo'p. Rahmat onajonim, rahmat. Tug'ilgan kunlarni yaxshi o'tkazinglar. Tug'ilgan kunlarni yaxshi o'tkazinglar. Xo'p, mayli.